Bugun sizlar bilan attirlar raspakovkasini qilamiz. Qani boshladik. O'zingizga yoqqanini tanlab zakaz berishingiz mumkin. Eng zo'r attirlar bu Faberlic kompaniyasidan. Faberlic kompaniyasi eng brend kompaniyalardan. Hozir har bir attirni ochib sizga obzorni qilib beraman. Вообще super bu attirlarni go'zalligini вообще wow. Chimikas aynan mana shu attir hozirda yangi novichoklar uchun aksiyada qo'yilyapti. Bu aksiyada ishtirok etish xohlasangiz bir hafta ichida siz Faberlic kompaniyasiga bepul ro'yxatdan o'tasiz va atigi 375 ming so'mga bo'lgan mahsulotni ichki narxda xarid qilasiz va keyingi bosqichda, ya'ni keyingi katalogda atigi 275 ming so'mlik mahsulotingiz evaziga aynan mana shu attir va bitta tush ham bor yonida sovg'aga olishingiz mumkin. Wow. Super attirlar. Bir-biridan joy bo'lgan xillar. Nari ichindadim. Unda boshladik. Hozir birin-birin attirlarni ochishni boshlaymiz. Birinchi aynan mana shu Fruity Story attiridan boshladim. Bu attirni muxlislari, klientlari shunaqangi ko'p bizda. Buning hidida aynan nima desam ekan, mevalar hidi yupillab uradi. Tropik mevalar hidi вообще zo'r keladi. Aynan mana shu mevalar hidini yoqtiruvchi, sitrusli mevalar hidini yoqtiruvchi mijozlarga aynan mana shu iforni tavsiya qilaman. Albatta yoqishiga ishonaman. Keyin ko'pchilik mijozlarimiz so'rayotgan attir. Bu attir Feruko Sensuala. Hidi endi buni вообще zo'r qizlar. Mayinlik, yumshoqlikni, gullarni iforini yoqtiruvchi mijozlarimizga aynan mana shu iforni tavsiya qilamiz. Bu attir hali hech bir nima desam ekan, klientga yoqmay qolmagan. Hammasi bir-biridan zo'r. Wow. Вообще hali blomba buzilgani yo'q. Wow. Buni hidi wow. Haqiqatan kayfiyat ko'taradi. Mana Aysaxon qizimga ham bu attir juda ham yoqdi. Hammaga tavsiya qilaman. Hech ham afsuslanmaysiz. Bu attirni bitta sepsanglar, вообще ishoninglar, sizlarni ketinglardan mijozlar ham keladi. Aynan menga mana shu attirdan topib bering deb. Juda ham zo'r ifor. Feruko Sensuala bu 35 ml. Keyingi iforimiz bu mana shu attirni qarindoshi Feruko Mademoiselle. Hozir buni ham ko'ramiz. Wow. Вообще. Bu attir qaysidir iforni eslatdi menga. Yoshlik paytimda, liseyda o'qiydigan paytimda aynan mana shu iforga o'xshash attirni sotib olardim. Shunaqangi zo'r kelardi. Вообще zo'r qizlar. Zelyoniy choy attirimi deb bilmadim, lekin juda ham yoqdi menga. Albatta tavsiya qilaman bu iforni ham. Takrorlanmas, bir-biriga o'xshamas hidlar. Har bir attirni o'ziga yarasha mijozi bo'ladi. Kimgadir shirin ifor yoqsa, kimgadir morskoy islar, kimgadir gulli iforlar,
Xullas har bir atirni o'ziga yarasha mijozi bo'ladi. Shuni qizili va коровкада o'ynamay kelib. Bu atir yaqinda chiqqan iforlardan Primo Bacio Amor, Primo Bacio Amor birinchi bo'lsa ifori. Bu pushti ranglisi. Oq ranglisini o'sha ko'pchilik bilib bo'lgan, bu yangi varianti. Buni hidiga ham вообще gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r chiqadi. Wow. Wow, bu turishini qaranglar. Wow. Biram go'zalki. Вообще bir-biridan zo'r. Va mana bunda kichik varianti ham bor. Ko'pchilik katta variantini olishga qiynalishadi. O'shaning uchun kompaniyamiz shuni ham o'ylagan holda 30 millligini ham chiqargan. Вообще. Men ta'riflab bera olmayman buni hidini. Albatta ishlatib ko'rishlarini tavsiya beraman. O'zingizlar baho berasizlar. Вообще super hidga ega bo'lgan atir. Buni shart emas ko'rsatdik kattasini. Va Xurram Sultonning mashhur atirlaridan. Bu qizili, bu yashili. Kimgadir shirin hidlar yoqsa, kimgadir yengil, bilinmas iforli yoqadi. Buning hidi unchalik ham o'tkir bo'lib, me'daga tegmaydi. Bu esa o'tkir, shirin iforni yoqtiruvchilar uchun. Bunda anorning hidi keladi. Anorning shirin ifori keladi. Wow. Juda ham zo'r. Hozir Aysaning qo'liga sepamiz. Menda juda ham ko'p sepildi atirlar. Wow.